Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda sizlar bilgandek vaflinsalarimiz to'liq obzorlarini, narxlari, xarakteristikasi polni tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Shu videoni ko'rayotganlaringiz sizlarda ob-havo qanaqa edi? Biz videoda olayotganimizda ob-havo o'ta ham go'zal edi. Biz bo'lmasa obzorimiz boshladik. Xo'p, bizda hozirgi kunda 15 ta ortiq vaflinsalarimiz bor. Bularga eng populyar vaflinsalarimizdan Gankonskiy desalar, Gankonskiy, Areshlisalar, Venskiy, Abishli vaflilar, hammasidan baliqchalilar desalar, baliqchalilarning hammasidan hozirda bor. Xo'p, hozirgi kunda biz bu vaflinsalarimizni hammasiga o'ta ham chiroyli qilib skidkalar e'lon qilib qo'yganmiz. Bu skidka narxlarimiz skidka deb nomlashimiz o'zi xato. Narxlar prosta tushirib qo'yganmiz, o'ta ham chiroyli qilib, lekin bu hali ba'zi birlar skidka qilishdan ham kerak bo'lsa arzon narxlar hisoblanadi. Xo'p, hozirgi kunda birinchi o'rinda tanishtirib o'tadiganimiz eng populyar modellarimiz bu Gankonskiy vaflinsalarimiz. Gankonskiy vaflinsalarimiz ko'rib turibsizlar. Eng razmeri to'g'ri keladigan eng xadovoy modelimiz bittasi. Buni bittaligi va ikkitaligi bor. Hozirgi kunda bularimiz 220 tishlar soatiga 2 kW rasxod qiladi. Prям hamma vaflinsalarimiz 2 kW, 3 kW gacha rasxod qiladi. 3 oydan 6 oygacha vaflinsa turiga qarab garantiya qilib beramiz. Hop, bu Gankonskiy vaflinsasi 220 tishlar 2 kW rasxod qiladi. Hozirgi kunda bittaligining narxini $100, ikkitaligini $160 qo'yganmiz. Ikkitaligini bitta ko'rsatib o'ring. Ko'rib turibsizlar, timer salan timerlari bor, gradus legirovkalari ikkisida mexanizmi alohida bo'ladi. Polni. Endi undan keyin abishli vaflimiz, buni ham narxi xuddi shunaqa, ya'ni $100 ga $160 hozirgi kunda qilib qo'yganmiz. Bittaligi soatiga 2 kW, ikkitalik 4 kW rasxod qiladi. Mexanizm ikkitaligida alohida bo'ladi. Endi undan keyingi vaflinsamiz, ko'rib turibsizlar, Venskiy vaflimiz. Hozir buni bittaligidan hozirgi kunda nalishida bor. Xudo xolasa bu video qo'yilguncha ikkitaligi ham keladi, uljiydi. Hozirgi kundagi narxi buni ham $100 qilib beramiz. Ikkitaligi kelsa $160 chiqadi. Soatiga 2 kW rasxod qiladi. Endi hozir ekranlarda chiqib turgan gamburgerimiz, ko'rib turibsizlar. Xuddi shu gamburgerni tayyorlash uchun xuddi mana shu stanoydan sotib olishlaringa to'g'ri keladi. Bu stanoyimiz 229 tishlarda. Buni fast food sohasida ishlaydigan aka, uka, opa-singillarni juda yaxshi bilishadi. Timerlari bor. Bu hozirda Farg'onada, Toshkentda, polni ko'p joylarda hozir rosa populyar bo'layotgan qolipimiz hisoblanadi. Buni hozirgi kunda narxi $240 qilib beramiz. 3 oy garantiyalari bilan. Undan keyin ikki xil turdagi areshlisamiz, ya'ni 21 ta standart razmer, 30 talik nostandart kattaroq bo'lgan razmerlarimiz. 229 ta ishlab turib 2 kW, 3 kW rasxod qiladi. 3 oy garantiyalari bilan hozirgi kundagi narxlarni $180 ga $230 qilib beramiz. Undan keyingi vaflinsalarimiz tepadan biroshda hozir birinchi populyarlikni tanishtirib o'tdik, tevadan biroshda tanishtirib o'tib ketaveramiz. Qaramchali vaflinsalarimiz, qaramchalilar hozirgi kunda narxi $230 chiqadi. Razmerlarini ko'rib turibsizlar, to'rttalik bo'ladi. 220 ishlab, soatiga 3 kW rasxod qiladi, 3 oy garantiyasi bilan. Ponchikli vaflinsamiz $180 chiqadi, 229 tishlar, 2 kW rasxod qiladi, 6 ta qolipi standart. Undan keyin yong'oqchaligimiz narxi $200 chiqadi, 3 oy garantiyasi. Baliqchaligimiz narxi $200 chiqadi, 3 oy garantiyasi bilan 6 taligi bor. Undan keyin $350 ga ko'rib turganlaringda kattaroq, xuddi shuni 6 talikda gorizontalisi bor, $350 bunisi, $200 bunisi hisoblanadi. Endi kakao donachalari bor, $195 chiqadi narxi, 3 oy garantiyasi bilan. To'rtburchak modelimiz, ya'ni vafli ko'rinishdagi modelimiz, ikki xili bor, kattasi, kichkinasi. Narxlari $185 ga, $195 hozirgi kunda qilib berganmiz, 220 tishlar soatiga 3 kW dan bilan ham rasxod qiladi. Endi bu vaflinsamiz, ko'rib turibsizlar. Hozirgi kunda narxi $300 qilib beramiz, 229 tishlar, 3 oy garantiyasi bilan soatiga 3 kW plus-minus rasxod qiladi. Serdechkali vaflinsamiz tepasini o'zi bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi $180 chiqadi. Undan keyingisi yong'oqchali vaflinsamiz $160 chiqadi. 220 ishlab 3 oy garantiyasi bilan soatiga 2 kW, 2,5 kW plus-minus rasxod qiladi. Endi marmeladniy vaflinsa deyiladi bu. Gankonskiy deyish boshqacharoq. Gankonskiy mana nimani gulda. Ponchikli deyish boshqacharoq modeli.
220 ishlab soatiga 2 kilovatt rasxod qiladi deb yaxshilab ko'rsatib yuboring. Hozirgi kunda narxi $160 hozirgi kunda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlari mumkin. Endi qolipimiz ko'rib turibsizlar. Bu qolipda ham o'zini ashaddiy ishqibozlari bor. Hozirgi kundagi narxi bilan $350 chiqyapti. Aloqaga chiqsalar yana ham hammasini kelishtirib beramiz. Ko'rib turibsizlar. Endi bu ko'rib turgan qalamchali bafinsalarni har xil turdagisi. Ular bitta alohida ko'rsatib beramiz. Mana dva в одном, bittalik va bittalik. Buni qolipi 6 talikda 220, bularni $180 dan qilib beramiz. Soatda 3 kW, 2 kW bilan 3 kW oralig'ida rasxod qiladi. 220 ishda 3 oydan 6 oygacha har bittasiga garantiya qilib beramiz. Bu ko'rib turgan bafinsalardan tashqari bizda shu bafinsalarni hammarini tayyorlash uchun mikserlarimiz, bundan tashqari mikserda turli xildagi zapchaslari va ko'rib turgan tort uchun har xil turdagi jihozlarimiz bor. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbek Xitoy savdoyi. Kimga shu va shunga o'xshagan standartlar zarar bo'lsa, ekranlardan nomerlar aloqa chiqib O'zbekiston har qanaqa hududiga dostavka qildirishlar mumkin. Videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Bu bizni ish faoliyatimizni davomiy bo'lishini ta'minlab turadi.